O'zbekistonni kuchi bu. O'zbekistonni Shahzodjon ukajon, xudo xolasa 15-stopga urishar ekansan, Tailandga o'rtoqlar bilan borib seni poddesha qilamiz. Bayrog'imizni bala ko'taramiz. Xudo xolasa Toni Fergyuson bilan tushib qolib, birinchi raundga ursang, xudo xolasa bir pachka mendan podarkaga. Yoki xohlasang, mana shu salon meniki, mana shu turgan pachka kobotlarni tanlab ol ukajon. Xohlasang Tracker, xohlasang Monza, xohlasang Gentra. Xullas qizig'i yo'q. Любой mashinada salonimga kelib, chertib tanlab kelsang bo'ladi. Nima deyapti? Assalomu alaykum, mujiga yaxshimisizlar? Inshaalloh sizlar katta yangiliklar bo'lib qoladi shu yaqin kunlarga. Menga kechadan oldingina kecha aytdim-ku, u turnirda, men uchun juda katta turnirda, o'zi katta turnir bo'lib, Hayib uyushtiryapti. Menga вопрос tayyorlashuvdi, "San Toni Fergyuson bilan urushasanmi? 1 minutlik kulachkaga deyishdi. Men 100% tayyorman dedim har doim, inshaalloh. Shunga bo'ladi, unga вопрос tayyorlaganmiz, u ham qabul qilsa, u baribir keladi, lekin u shouga kelishi kerak, Toni Fergyuson. Urushasanmi deyishgan. Agar u ham qabul qilib qolsa, men tayyorman, inshaalloh. Bu menga chiqar video deyishdi. Men bilatavat qilib, nima deydi, haddadagi guringlar, bo'lmagan guringlar razgovor qilmayman-da. Bo'layotgan guring bo'lsa, bo'layotgan, bo'lmayotgan bo'lsa, bo'lmayotgan. Inshaalloh duo qilib turinglar. Hal bo'lib qolsa, zo'r bo'lib qolsa, men urushaman, zo'r shov bo'ladi, zo'r jang bo'ladi inshaalloh. Bilaman, mujiki, u MMAga kuchli deb deyishlaringiz mumkin. MMAga kuchli u. MMAga parterlari kuchli, lekin u o'zi bilan, o'z og'zi bilan kulachka deydi-da. Qo'l, faqat qo'l bo'ladi. U dangir-dungir, unga taktika emas, chista qo'l bilan urush qilinadi. 1 minut jang bo'ladi, kulachka bo'ladi. U kuchli bo'lishi mumkin, MMAga, parterga kuchli bo'lishi mumkin, yo'q, tan olish kerak. Вообще zo'r bo'lgan, zizda, zvero. Lekin qo'l, kulachka, kucha urush deganday narsa-da bu. Shunga menga вопрос tayyorlashdi, men zadni berganim yo'q, men 100% tayyorman dedim. Bo'ldi, uni aytamiz, uni ko'ndiramiz deyishdi. Sen tayyor tursang bo'ldi deyishdi. Inshaalloh keladi. Обязательно boy bo'ladi inshaalloh. U ko'nsa bo'ldi. tayyorgarlik, mujiklar.